Qizig'i, hamma oldinga qarab intilayotgan bir paytda shuncha harakat bilan orqada qolib ketish. Hozir aytayotgan gaplarim hech kimga qiziqmasligini bilaman. Chunki men hammani o'zimdek ko'raman. Hammani o'ziga yarasha dardi, muammolari bor. To'g'ri, oldingidek videolarim rekka chiqmayapti. Oldingidek aktivim ham yo'q. Lekin bilamanki, bu har doim shunday bo'ladi degani emas. Qachonlardir adashib bo'lsa ham kimlarni rekidan chiqib qolsam, menga ham poddeshka qilishar. Lekin shuni bilib qo'yingki, aktiv tushdi degani to'xtash kerak degani emas. Aksincha, oldingidanda ko'proq harakat qilish kerak degani. Bu bilan nima demoqchiman? Mayli videolarim million prosmotr bo'lmasin, lekin bir kishi ko'rsa ham o'sha bir kishi uchun harakat qilaman. Chunki menga obuna bo'lib, har doim poddeshkada bo'lib, menga ishonib turgan bir paytda men ularning ishonchini oqlay olmasam, uyat bo'lsa kerak. Shunday ekan, qo'rqmasdan obuna bo'lib, poddeshkada bo'lavering, harakat qilish mendan. Hammayli, manila yoki o'zing baxtli bo'lsang bo'ldi layli. Azoblar chekdim sen tufayli, shunchaki istamayman tugashing bizning ish.